Hop, hammaga assalomu alaykum. Hop, hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop, esinglarda bor kechagi zona. Kecha sizlarga aytgandim. Bitta bunaqa narsa bor edi. Mana joy, menimcha eslolaysizlar. Bu yerdan yurish kerak edi va sapir buzilgandi bizada aytgandim, ya'ni birinchi bo'lib bizada lov buzilgandi, undan keyin ichki strukturasi ham buzilgandi deb aytgandim sizlarga. Bo'lib turganlarda narx qayerga ketdi? Pastga ketdi. Nimaga ketdi? Chunki bizada zona bor edi, mana bu joyda. Bozor mana shu zonaga keldi. Buni menimcha mana bu yerda insight ham bor edi. Narx insightni ichiga keldi. Endi faqat bunda to'xtab qolmaymiz, sessiyani ham ochamiz. Qaranglar, e'tibor beringlar. Narx bu joyga kelishidan oldin обязательно sessiyasini yechadi. Mana yechdi, keldi zonaga, zonadan reaksiya berdi. Bu yerda kichkina time frame o'tadigan bo'lsak, bu yerda kichkina time frame'da zona bormi deydigan bo'lsak, da bor edi. Mana shu zona. Eng kichkina zona. Va bozor mana imенно shu zonaga kelib turib, shu zonadan reaksiya oldi. Endi sessiyani o'chirib tursak ham bo'ladi. Mana shu joyda kichkina time frame o'zida ham confirmation beradi. Qaranglar. M1 time frame ga o'tamiz. M1 time frame o'zida mana zona break qilgandan keyin, mana zona break qilgandan keyin o'zini EG'si bo'ladi. Toki EG'ni tana bilan mana zonaga kelsa, mana например zonaga keldi. Zonaga kelgandan keyin mana tegida stop va kirgan zonaga. Bozor agar tanasi bilan birinchi resistance mana bu. Qora qilib qo'yib buni. Mana birinchi resistance bu, ikkinchi resistance bu. Bitta narsani unutmanglar. Resistance'ni tana bilan buzdimi, keyingi resistance 100% keladi. Keyingi zonani tana bilan buzdimi, keyingi zona resistance'ga 100% keladi. Mana ko'rdinglar? Imенно resistance kelib orqaga yurdi. Keyin buni mana e'tibor beringlar. Bum, tana bilan buzdi. 100% resistance keldi yana. Mana. Ko'rdinglar? Ya'ni har bitta zona bot уже bezubitga olinadi. Bot har bitta resistance'da kontrol qilib borilaveradi. Kimdan bir shunaqa ishlaydigan bo'lsa. Endi nima deymiz? Zona уже yurib ketdi. Endi H1 strukturasini qaraydigan bo'lsak, H1 struktura bo'yicha bozor imенно mana shu zonalarga kelish ehtimoli bor, yo'q emas. Undan tashqari mana bu zonasi ham bor. Sweep zona deyiladi. Sweep zonasiga endi qanaqa kuch bilan keladi, qanaqa отработка qiladi buni bilmayman. No, hozir kutib olamiz, qanaqa решение bo'lishidan qat'iy nazar. Beradigan zonasiga, keladigan отработка qiladigan zonasiga e'tibor berib turamiz. Пока что shunaqa gaplar. Narx sekin razvorotga tayyorlanayotganga o'xshayapti. Просто klassika bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham zonani hozircha yechdi, lekin bitta tepaga otish qiladi. Nimaga? Обманный ход qiladi. Lekin bu yerda mana hay bo'lsa, bu yerda mana o'zini hayi. Mana qaranglar. Ichki marketni ko'rsatyapman sizlarga. Tashqi emas, yana kimdir adashib nima ko'rsatyapti deb tam. O'zicha nimadirlar demasin. Mana ichki bo'yicha o'zini strukturasini buzdi. Agar bu pastga nazorat oladigan bo'lsa, mikrolargacha bo'ldi. Orqaga qarab ketamiz. Yana yo'nalishda davom etamiz, chunki
H4 strukturada qaraydigan bo'lsak, H4 struktura qaytadigan zonasidan qaytdi. Endi qaranglar, yana bitta narsa bor, esingizda tursin. Short loan bo'yicha bozor bayga o'tib oldi. Mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Tana bilan buzgan. Mana tana bilan buzgan va bozorni birinchi keladigan tochkasi 99.9% ehtimol bilan mana boya men sizlarga chizib qo'ygan zona mana. Mana shu zonaga keladi. Agar narx bu zonani buzib qo'yadigan bo'lsa, biz yana davom etamiz tepaga. Toki narx buzmaguncha bu zonani bizda tepaga zona yo'q, esingizda tursin. Va mana shu zonani o'zini ham bitta ko'rish kerak. H1 struktura. Hop, H1 struktura desangiz yo'q, M15 struktura. M15 da zona bor ekan. Mana bu zonadan bitta ko'rish kerak ekan, ichida nima bor ekan. Hop, bu ham yaxshi zona ekan, buni ham ko'rsa bo'ladi. M4, M3, M2. Yaxshi zona ekan. Mana shu zonada ham bitta подтверждение kutib ko'rsanglar bo'ladi. 47-40, 47-40, 47-36 zonalari. Men mana chizib qo'ydim. Bemalol kim kiradigan bo'lsa kirsa bo'ladi. Lekin srazu mana aytaman, mana zona okalar 47-92, 48-00. Mana shu zonani tana bilan buzmaguncha, biz faqat sellga ishlaymiz. Ya'ni pozitsiyamiz baribir sellda bo'ladi. Shu yodingizda bo'lsin akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.